Atala qaynatishda ikkita variant bor. Ikkalasini ham tushuntirib o'taman. Tanlash o'z ixtiyoringizda. Bitta akamiz savol beribdi, mana shunaqa garelkada, oddiy alyumin qozonda atala qaynatsam bo'ladimi debdi. Buni gradusi baland bo'ladi. Oddiy alyumin qozonda qaynatadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan eritib yuboradi. Konteyner listda qaynatadigan bo'lsa, shu konteyner listda bo'lgan qozonda bu issiqlik ancha chidamli bo'ladi. Mana shunday garelkada qaynatsa, o'sha akamiz aytgan effektni beradi. Ancha yil xizmat qilib beradi. Garelkamizni komplektida mana shunaqa motorchigi bo'ladi. 1dan 3 gacha skorusi bo'ladi. Bemalol past-baland qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'mirni hokasida yonadi. Bundan tashqari atrabon garelkalarimiz ham bor. Ikkalasini ham sotib olsanglar bo'ladi. Buni litri 280 litr bo'ladi. Bunisiniki 500 litr bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, joyimizdan olib kelsizlar, buni narxi 1 million 100 ming, buni narxi 1 million 600 ming. Garelkamiz 900 ming. Dastavkasini kelishilgan holatda O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Videoga like bosib, videoni yaqinlarga jo'natib qo'yishingiz esdan chiqmasin.